Xo'p, demak, multi-level speaking part 1 ni birinchi qismi nima bo'ladi? Ushbu qism IELTS speaking part 1 qismi bilan bir xil. Xo'sh, IELTS ga tayyorlanayotganlar bo'lsa, oranglarda ularga ham hozirgi darsimiz manfaatli bo'ladi inshaalloh. O'zimiz ona shahrimiz, qiziqishlarimiz, hobbilarimiz, qayerda yashashimiz, nima bilan shug'ullanishimiz, mana shu kabi mavzularda 3 ta qisqa savol beriladi. Ya'ni hech qanaqa qiyin, bizni o'ylantirib o'tiradigan savollar emas. Xo'sh, savollarga tayyorlanish uchun vaqt berilmaydi deganman. Aslida o'zi har bir savoldan oldin 5 sekund vaqtingiz bo'ladi. Ya'ni javob berishgacha har bir savoldan oldin sizga 5 sekund vaqt beriladi baribir bolaga. Xo'sh, 5 sekundni ham agar vaqt hisobiga qo'shadigan bo'lsak, 5 sekundingiz bo'ladi javob berishni boshlashdan avval. Ana endi har bir savolga javob berish uchun 30 soniya vaqt beriladi. Ya'ni siz 30 soniya davomida javoblaringizni aytib borsangiz bo'ladi. 30 soniyadan keyin o'sha audio recording o'chadida keyingi savolga o'tib ketadi. Lekin bu degani siz 30 soniya avtomatga o'xshab boshdan oxirigacha to'xtamasdan gapirishingiz shart degani emas. 15 soniya chiroyli qilib gapirsangiz ham, 20 soniya chiroyli qilib gapirsangiz ham yetadi. 30 soniya ba'zilar o'ylaydi, 30 soniya gapirishim shart ekan deydi. Keyin ba'zilar o'ylaydi, men 30 soniya bo'lsa ham sekin qilib gapirib tursam, bir baloq qilib 30 soniyaga cho'zsam, o'shanda men 30 soniya gapirgan bo'laman deydi. Yo'q bo'ldi. Siz 15 sekundlik narsani deb 30 soniya qilib berishingiz, u ekzamenerlar ham jinni emas, uni prekrasno biladi, siz vaqt cho'zishga harakat qilayotganingizni. Shuning uchun tabiiy o'zingizni tezligingizda gapiring. Mayli, tabiiy tezlikda 15 sekund chiqsa ham, zato tabiiy chiqsin. Okeymi? Aytaylik, qayerda yashaysan? Please describe your hometown a little degan savol bo'lsa-ne, ya'ni o'zingni yashab turgan joyingni tasvirlab ber deydigan bo'lsa. Okay, I live in southernmost region of Uzbekistan. It's called Kashkadarya. It's mountains region and it has a lot of beautiful trees and high mountains, and there's a fresh air. And I like my hometown's people. This because they are really honest and simple people. And when you are in travel and when you are in a difficult situation, there is always found a person who can help you in your difficult times. Mana javobimiz 30 soniya atrofida bo'ldi va 30 soniya men to'xtamasdan gapirdim. Ana endi mana shu gapni ikkitasini 30 soniyaga cho'zib aytish u boshqa masala. Okay, I live in southernmost region of Uzbekistan. In southernmost region of Uzbekistan, it has beautiful trees. Beautiful trees. Bo'ldi, 30 sekund tugadi. Men birinchi javobimda kamida 5 ta oltita gap aytdim 30 sekundda. Ikkinchi javobimda 2 ta gapni aytdim 30 sekundda. Lekin ikkalasiga qo'yiladigan ballni orasida katta farq bo'ladi. Men birinchisida o'zimni tabiiy tezligimda 5-6 ta gap bilan chiroyli yoritib bera oldim. Tabiat haqida, joylashuvi haqida, odamlari haqida gapirdim. Ikkinchi javobimda prosta takka cho'zishga harakat qildim. Beriladigan ballam shunaqa bo'ladi-da. Men o'quvchilarimdan kelib chiqib aytayapman. Ba'zi o'quvchilar shunaqa o'ylaydi va xatoga yo'l qo'yishadi. Siz ham shunday o'ylaganmisiz degan savolni sizlarga beraman. Siz ham shunaqa o'ylaganmidingiz? Ha, ustoz o'ylaganman desanglar. Ko'ramiz qani fikringlarni.
Tabiiy sekin gapiraman, shunga ko'p spikinglarni yodlab olgansiz deyishyapti. Tabiiy sekin gapirsangiz, Azizbek, siz iloji boricha suhbat qurishga harakat qiling. Ingliz tili kanallardan topasizmi? O'zingizga speakingdan partner toping. Xohlang ChatGPT bilan qiling, xohlang partner topib turib o'sha bilan qiling. Lekin speaking qilavering, shunda tezlashasiz. Xo'p, avval bo'lgan ha. O'zbek tilida ham sekin. Men juda tez gapirganimga sekinroq aytishga harakat qilaman. Keyin juda tez gapirib tashlash ham bo'lmaydi bolalar. Ya'ni o'zingizni tabiiy tezligingizdan ham o'tkazib, bachkana qilib yubormaslik kerak. Masalan, I live in southernmost region of Uzbekistan. It's full of beautiful trees and high mountains, and it has fresh air, and I like its people. This because they are always ready to help me in my difficult times. Deb tashlash ham bo'lmaydi-da. Tushunyapsizlar? Rep o'qiganga o'xshab. Chunki men bor-ku, hozir meni odatiy gapirish tezligimni eshitib ko'rdingiz-a, birinchi javob berganimda. O'sha gapirish bilan IELTSda 9 olganman, ravonlik qismidan. Tushunyapsizmi? Ravon gapirish qismidan 9 olganman. O'sha birinchi gapirish tezligimda masalan. I live in southernmost region of Uzbekistan. It's located in southern part of Uzbekistan. It has a lot of beautiful trees, high mountains, and it has fresh air. And I like its people. This because they are very kind. They are always found people to give you a hand of help in your difficult time. Mana shu tezlikda gapirishim men uchun normal. Mani 9 olishimga speakingni ravonlik qismida mana shu gapirish o'zi yetarli bo'lgan. Menga bir hozir offline darslarimga o'quvchim kelyapti. O'zlari maktabda ustoz bo'lib ishlaydilar. B2 sertifikatlari bor, C1 olmoqchilar. Iminda mana shunaqa tez gapirganlari uchun speakingdan juda ham past baho qo'yib yuborgan. Lekin speakinglari unaqa yomon emas. Tushundingizmi? Unaqa tez aytib tashlash ham bo'lmaydi. Xo'sh. Dars yozib olinadi-da. Men ham bittaga qo'yganman. Okay. Bir ustozimiz vaqtni hisobga olinadi degan, 30 soniya gapirmasa ball ayiradi deganda, shunaqami rostda debdilar. Yo'q, unaqa gap yo'q. 30 soniya gapirmasa ball ayiradi degan gap yo'q. Siz 20 soniya chiroyli qilib gapirsangiz ham без problem. Xo'p. Demak, shartlari bilan tanishyapmiz part 1 ni. Xo'sh, misol keltiraman. What is your favorite food? Seni yoqtirgan ovqating nima? 30 sekundlik javob turibdi bu yoqda. Sushi is my favorite food. I love how the flavors go together and how fresh the food is, especially the raw fish. Ya'ni sushi meni yoqtirgan taomim. Men qanaqa qilib o'sha ta'mlari birgalikda uyg'unlashuvini va ovqatda qanaqa svejligini yoqtiraman. Ayniqsa xom baliqni. There are many kinds of sushi rolls that I like and could eat them all day if I could. Ya'ni sushini turli xillari bor, men yoqtiradigan va ularni kun davomida yeya olishim mumkin. In addition to being tasty, it's also beautifully arranged. Ya'ni ta'mi zo'r bo'lishidan tashqari, ular yana chiroyli taxlanib ham olib keladi. Which makes eating even more fun. O'sha yeyish jarayonini yanada bu qiziqarli qiladi. When I go to a new place, yangi joyga borganimda, I always make sure to go to a sushi restaurant. Sushi restoraniga borishga harakat qilaman and try their specialty. Ularning ovqatlarini yeb ko'rishga harakat qilaman. It's taken me a while to learn to respect the skill and tradition that go into making sushi. Va
men uchun biroz vaqt ketgan. Men o'sha sushi tayyorlash uchun kerak bo'ladigan mahorat va an'analarni hurmat qilishni, anglashni boshlashimga bu yoqda 30 sekundlik to'liq javob keltirganman. Lekin siz shunaqa uzun javoblarni eslab qola olasizmi? Siz shunaqa uzun javoblarni eslab qola olasizmi? Bilaman, eslab qolish ko'pchilikka qiyin bo'ladi. Shuning uchun men optimal variant ishlab chiqqanman. Xo'sh. Ya'ni men bunaqa uzun savollar, uzun javoblar beringlar deb o'quvchilarimga aytmayman. O'quvchilarimga где-то 15-20 sekundlik javobni men ta'minlab beraman. Qolganini o'quvchilar agar o'sha 15-20 sekundda eplab ayta olishsa, keyin qolganini o'zlaridan qo'shib qo'yishadi. Yokida o'sha 15-20 sekundni o'zi ham prekrasno yetadi bolalar. Men sizlarga hozir ko'rsatmoqchiman. Nima demoqchiligimni? Mana men hozir sizlarga eng oxirgi tushgan savollardan o'zim tuzib chiqqanman. O'sha faylni ko'rsataman. Bitta narsa yomon. Ustoz, faylni tashlab bering deb boshlab ketishadi-da o'quvchilar. Siz men tashlab beraman, baraka topkirlar, tashlab beraman, qochib ketganim yo'q, aldab ketganim yo'q, tashlab beraman. Faqat siz iltimos men nima deyotganimni tushunib turing, xo'p? Birinchi quloq solib turing, bo'ldi, tashlab beraman. Mening mehnatim bo'lsa ham bo'ldi, men tashlab beraman, chista savob uchun. Mana shu sizga manfaati tegadigan bo'lsa, inshaalloh, chista savob uchun tashlab beraman. Nimaga manfaati tegadi deyapman? Chunki yanvardan fevralgacha barcha tushgan savollarni yig'ib chiqqanman. Part 1 ni qarang. Do you play any sports? Sen birorta sport bilan shug'ullanasanmi? What's your favorite TV show? Seni yoqtirgan TV showing qanaqa? What do you do in the evening? Sen kechqurun nima qilasan? What do you eat for breakfast? Nonushtaga nima yeysan? How do you go to your work or school? Men hamma kanallarga o'sha tashlangan mana bolalar imtihondan kirib chiqib tashlaydi-yu, o'shalarni yig'ib, hammasini sort out qilib turib, umumiy 42 ta savolligini bilganman. Ya'ni umumiy 42 ta savol. Va shulardan sizlarga istalgan 3 tasi beriladi, bilasizlar, imtihonda. Istalgan 3 tasi beriladi. Xo'p, ustoz, bularga qanaqa qilib javob berganimiz yaxshi desanglar, sizlar do you play any sports? Xo'sh, sirazi aytamiz. Masalan, I like tennis. This because when I play tennis, my eyes can relax. This because different and unpredictable movements of the ball is a good exercise for our eyes. I myself play tennis with my friends every Sunday. Nuqta, masalan, meni bergan javobimda bu. Xo'sh, endi men hech qanaqa yodlamasdan savol berilgan paytda o'zim javob bera olaman. Javob berish strukturasini bilaman, chunki men tennis yoqtiraman. Chunki tennisni o'sha tennis koptogini turli xil harakatlari ko'zlarim uchun yaxshigina mashq bo'ladi. Mana o'zim do'stlarim bilan har dam olish kunlarda tennis o'ynayman deyman. Endi ba'zilarda именно mana shunaqa javob bera olish hali shakllanmagan bo'ladi. O'shanaqa o'quvchilar uchun men tuzib chiqqanman javoblarni. Mana. Xo'sh, birinchi mana shu savolga javob qarang. Do you play any sports? Ya'ni sport bilan shug'ullanasanmi degan savol bo'lyapti. Men nima deganman bu yoqda? I enjoy playing deganmanda qanaqa sportligini men bu yoqda qavsni ichida o'zingizlar tanlab qo'yib olasizlar. Especially with friends or family deganman. It helps me stay active and healthy. Ya'ni u menga faol va sog'lom bo'lishga yordam beradi. I usually play it on weekends or during my free time. Men odatda uni dam olish kunlarida yoki bo'sh vaqtimda o'ynayman deyapman. Ko'ryapsizmi? Do you play any sports degan savolga mana shunaqa qilib
va chiroyli javob tuzganman. Mana shuni o'zimni offlayn o'quvchilarimga beraman va offlayn o'quvchilarim mana shundan foydalangan holatda spikingga tayyorlanishadi va katta ehtimollik bilan spikingni mana shu savollar tushadi bolalar. Ana shunaqa. Kimdir mana shu savolga hozir javob berib ko'rmoqchi bo'lsa, qo'l ko'tarsin. Men so'rayman, do you play any sports deyman. Menga chiroyli qilib aytib beradi. Men u odamni talaffuzi qanaqa nima deydi, darajada ekan speakingi, gapirish tezligi qanaqa va ehtimol necha olish mumkinligini aytib bermas ekan. Siva olish ham mumkin, конечно, Alisher. Siva olish ham mumkin. Gap yo'q. Writing payti keladi, grammarni tahlil qilaman, ChatGPTda qanday speaking qilish mumkin. Mama Rajab Davlatov. ChatGPTdami? ChatGPTda speaking qilish bo'yicha men darsam o'tib bergandim. Hozir topib olsam aytaman. ChatGPT bo'yicha ChatGPTni gapirtirish bo'yicha katta kanalimda tashlab qo'yganman. Katta kanalim deganim mana shu kanalim. Mana hozir video обработка bo'ladida, где-то 6-7 minutlardan keyin tushadi. Ko'rib olasiz qanaqa ChatGPT bilan gaplashish mumkinligi haqida. Xo'p, 30 sekundga yetmay qolsa ham hech narsa qilmaydi. Qo'l ko'targanlar, xullas, Alisher qo'l ko'taryapti. Xo'p, Alisher, sizni mikrofoningizni ochdim, qani gapiringchi. Alisher, ovozim boryaptimi o'zi bormi? Ovoz yo'qolib qoldimi debsizlar? Kommentariyaga yozinglarchi. Please write in the comment section below whether I am audible or not. Ovoz bor, chotki, bo'ldi, ovoz bor. Ovoz bo'lsa problema nimada? В чем проблема, ребята? What's your problem, guys? What's the matter? Demak, Alisher gapirmayaptilar. Mayli, o'zlari biladi. Qolganlardan ham so'rab o'tirmayman. Hamma speaking qilishga qo'rqib, bir burchakka kirib ketib qolishdi. Bekinib olishdi desa ham bo'ladi. Speakingda mana shunaqa bekinib o'tiraveringlar bolalar. Shunaqa bekinib o'tirsanglar, tezroq speakinginglar chiqadi. Hop, mana yangi o'quvchilarimiz qo'l ko'tarishyapti. Mikrofonlarni ochyapman. Nikini o'qib bo'lmayapti. Kim bo'lsa, ochdim mikrofonni. Yana Nodira, Madina bor ekan, Surayyo bor ekan. Mikrofonni ochganlarim, gapirsanglar bo'ladi. Azizbek. Surayyo. Nodira. Hammanglarni mikrofoninglarni ochyapman. Madina. Kim tayyor bo'lsa gapirsin, mikrofoni ochilganlar. Men uyalaman. Yo'ldosh, ko'rdim sizni, endi og'iz bilan gapirish boshqada.
Ну ладно, mani o'quvchilarim shunaqa bo'larkanda, endi mayli. Mani o'quvchilarim shu uyalisharkan, gapirishmaskan. O'quvchilarim shunaqa ekanda, endi nima qilay? Jamshid Xoldarovni ochamiz hozir. Jamshid, bir o'zingiz ko'rsatib bering bularga qanaqa gapirishni. Hammasi uyalib o'tiribdi. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Yaxshimisiz Jamshid? Yaxshi, o'zi yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Xo'p, ekraningizda ko'rinyapti mana bu savol va unga qanaqa javob berish kerak. Ha. Do you play any sports? Ustoz, o'zimnikini aytishim kerakmi? Shunimi? Mana shunga o'zingizga moslashtirib aytsangiz bo'ladi. Mana shu javobni. I enjoy playing football. Especially with friends or family. It helps me stay active and healthy. I usually play it on weekends or during my free time. It helps me relaxed when I was tired. Great. Qarang, sizni javob berishingiz yaxshi, talaffuzingiz umuman olganda yaxshi Jamshidbek. Bitta ikkita xatolaringizni aytaman talaffuzda. Mana bu friends so'zini talaffuz qilguncha siz friends deyapsiz-da. Friends emas, friends. Ya'ni urg'u this bo'lib tugamasinda, urg'u o'sha so'zni birinchi bo'lagiga tushib yo'qolib ketsa, friends emas. Tushuntira oldimmi? Ha. Masalan, kitoblar dengchi? Books, kitoblar. O'shani bir xilla books deydi-da. Books emas. Sizda friends o'shanaqa chiqib qoldi hozir, friends. Keyin mana bu so'zni to'g'ri talaffuz qiling. Weekends. Weekend. Shunaqa, weekends. Siz nima dedingiz buni? Siz Weekend. shunaqa dedingiz. Xo'sh, yaxshi, молодец. Ana endi давайте sinab ko'ramiz. Bunaqa javob emas, o'zingizni javobingizni berib ko'rasiz. Do you play any sports? My favorite sport is football. Because I enjoy football. When I play football with my friends. When my fiesta. It is exciting sport. Ana qarang. Yana o'sha xatoni qilyapsiz. Friends deyapsiz, sports deyapsiz. Friends emas, nima bo'lish kerak ekan? Friends emas. Xo'p, ana endi boyagi sports emas, sports. Ya'ni gapni birinchi qismiga urg'uni berib qo'yavering, oxirgi esga tushmasin. Aytib ko'ring-chi. Sports. Shunaqa. Xo'p, yaxshi. Keyin sizni javobingiz ham yomon emas. Faqat bu javobda mana bunaqa vokablari bor-da, ya'ni u menga stay active qilishga and healthy qilishga yordam beradi. Mana shu vocabulary sizni javobingizni ko'tarib beradi vocab qismida. Sizni bergan javobingizda hech qanaqa bunaqa ko'zga ko'rinarli, ajralib turadigan vocabulary bo'lmadi. Tayyorlanib gapirishni shunisi plyus. Ya'ni ajralib turadigan vocabularies bo'ladi sizda. Hatya bitta, ikkita. Shuning uchun mana shunaqa tayyorlanib gapirganingiz yaxshi. Men o'quvchilarimga ko'pincha
buni yodlashni emas, lekin ideyasini esda qoldirishni o'rgataman. Ya'ni birinchi gapida enjoy qilishingni aytasan deyman, ikkinchi gapida nimanga yordam beradi, uchinchi gapingda o'zingni hayotingdan misol keltir deyman. Mana shunaqa ko'rinishda savolga javob beradi u keyin. Xo'sh, Jamshidbek, shu uchun oldindan bitta tayyorlanib chiqsangiz, yanada yaxshiroq ball olsangiz bo'ladi. Siz multi levelga topshirasizmi o'zi? Ustoz, mayda topshirmoqchiman. Yomon emas speakingiz, lekin yanada o'stirsa bo'ladi inshaalloh. Ustoz, keyin savollar qaytarilib turadi. Savollar tez qaytariladi-da. Masalan, o'tgan imtihondagi savollar bu imtihonda ham tushadi va yangilari ham qo'shilib tushadi baribir. Lekin o'sha oldingi imtihonlarnikini tayyorlanib kelgan bo'lsangiz, o'sha oldingi imtihonlardan ham tushish ehtimoli katta. Uchun oldingi imtihonlarga tayyorlaniladi. Imtihonga kirsangiz, oldingi imtihonlardan tushsa baxtingiz, yangisidan tushadigan bo'lsa boshqa iloj yo'q. Endi yangisini ularni o'zi o'ylab topadi. Lekin yangisini o'ylab topganda ham shu mavzular atrofida aylanadi baribir savollar. Yaqinroq ma'no jihatdan yaqin kelayotgan javobni bosib yuboraverasizda. Oldin tayyorlanib chiqqanlaringiz ichida bitta savol tushyapti, yangi, lekin oldin tayyorlanganlaringizga biroz o'xshab ketadi. O'sha paytda bosib yuboraversangiz bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, ustoz. Ha. Jamshid, sog' bo'ling. Ustoz, Nima gap? Xo'sh. Readingdan B1-B2ga to'yla nima? Readingdanmi? Hikoyalar to'plami. Xo'p, bo'ldi, gap yo'q. Jamshid, siz kursimda o'qiganmidingiz, yo'qmidingiz? Ha, o'qiganman. General Englishda. Ha. Hikoyalar nima bo'ldi? O'qiyotganmidingiz o'sha hikoyalardan? Hikoyalarni o'qiyotgandim. Keyin alohida keyinroq tashib berdi-ku. O'shanisigacha o'qolmoqdim. Bo'ldi, Jamshid. Bo'ldi. Unda dars oxirida eslating va shuni tashlab beraman. Bo'ladimi? Xo'p, ustoz. Bo'ldi, gap. Rahmat. Mayli. Xo'p, ana endi bolalar sizlar bilan menimcha speakingni cho'tka qilib ko'rdik. Masalan, what's your favorite TV show bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa javobimiz, ya'ni seni yoqtirgan ko'rsatuving nima bo'lsa, my favorite TV show is deb turib, o'sha ko'rsatuvlarning nomi, because it's very entertaining. Chunki u juda ham entertaining degani tipa ko'ngilochar and has an interesting storyline. Bu juda ham qiziqarli, o'sha gaplari juda ham qiziqarli degani storyline. I watch it whenever I have free time. Qachonki bo'sh vaqtim bo'lsa, men ko'raman. Usually in the evenings. Odatda kechki payt. It helps me relax after a long day. U menga uzun o'sha kundan keyin yordam beradi dam olishga. It helps me relax. Mana shunaqa qilib tayyorlanib chiqish kerak bolalar. 42 taga men javoblarni taxlab qo'yganman. Mana shunaqa o'zim ataylab 3 tadan gap tuzganman. Negaki o'quvchiga agar o'sha 3 tadan ko'p gapli javobni tashlaydigan bo'lsa, o'quvchi uni yodlashga qiynaladi, tayyorlanishga qiynaladi. Mana shu 3 ta gapni ham eplab ayta olsa o'quvchi, inshaalloh o'ziga kerakli bo'lgan ballni oladi. Xo'sh. Ovozim qalay eshitilyapti? Aytinglarchi bolalar, cho'ta ovozda muammo bor deb yozibsizlar shekilli, ha? Normalnimi ovozim? Cho'tkami, chiroylimi? Good deyishibdi. Hop, ana endi hikoya so'raganlar, hikoya
hikoya so'raganlarga hozir hikoyalardan ulashaman. Man tashlab beradigan hikoyani nimasi yaxshi bo'ladi? Man tashlab beradigan hikoyalar judayam sodda tilda yozilgan bo'ladi. Judayam sodda tilda bo'ladi. Xo'sh, ya'ni sizni darajangiz pastroq bo'ladigan bo'lsa, B1 bo'ladigan bo'lsa, bemalol tushunasizda uni, hikoyani. Va ichida bitta-ikkita bilmaydigan so'zlaringiz bo'lsa, sekin tarjima qilib ketaverasiz. Bu hikoyalar Penguin Readers deb ataladi bolalar. Penguin. Ya'ni penguin degani boshlang'ich hikoyalar bo'ladi-ku. O'shanaqa hikoyalardan men sizlarga tashlab beraman. Mana bittasini o'qib ko'rasizlar-da, menga aytasizlar, nima bo'lgan o'sha hikoyada. Sharti shu. Mana qaranglar. Hikoyani o'qib nima bo'lganini xo'sh, nima bo'lganini aytib bersangiz, aytib berishga va'da bersangiz, keyin tashlab beraman. Har kuni bittadan tashlab beraman. Kelishdikmi? Nima deysizlar bolalar? 122 ta odam kuzatyapti mani. Tashlab bersa, nima deydi? Aytib berishga va'da bersanglar tashlab beraman. Okey, va'da beraman. Ingliz tilidanmi yo o'zbek tili? O'g'li, конечно, ingliz tili. Kommentga yozasiz, qani o'sha hikoyada nima bo'pti? Bunaqa strashniy задача emas, qo'rqmanglar. Sizlar oddiygina aytib berishdan qochyapsizlar-yu. Hikoya so'raganlar uchun-da. Hikoya so'raganlar uchun so'rashdi-yu. Mana shu hikoyani men sizlarga tashlayman hozir, qarang. Brown Eyes degan hikoya. Ya'ni jigarrang ko'zlar. O'zbek tilida qo'y ko'zlar bo'ladi-yu o'sha. Ana endi xo'sh. Hozir ko'rsatayotgan xo'sh. Faylimni ham tashlab beraman. U hali hech kimda yo'q. Faqat offline o'quvchilarimga berganman. Bitta sharti har kuni 3tadan savolga javob berib, audio qilib, kommentariyaga jo'natasiz. Kelishdikmi bolalar? Unga ham plyus qoldiringlar. Ya'ni men kecha onlayn kurs dedim-ku. Onlayn kurs deganim mana sizlarga sekin-sekin uyushni shakllantiryapmiz. Uyushni shakllanishi nima bo'lyapti? Siz hikoya o'qib aytib berishingiz birinchi uyushi bo'lyapti. Speaking file'ni savollariga 3 tadan javob berib chiqishingiz ikkinchi uyushi bo'lyapti. Qani. Xo'p, teacher, mayli, va'da beraman. Dayte bolalar, qani. O'qiyman degan odam bor-ku, mana shu yoqdan ham o'zinikini olib ketaveradi.
Ustoz kurs oching deyapsiz. Kurs ochsam, mana shu narsalarni berardim. Xuddi mana shunaqa dars o'tardim. Xo'sh. Ertangi darsgacha javob berasiz. Multi-level listeningga ham yordam bering. Qaysi kitob bilan ishlaganim ma'qul. Inshaalloh listening darslarimizga kiring, listening haqida ma'lumot beraman. Ertaga listening darsimiz bo'ladi. Xo'sh. Qaraydi lekin. Ramazon oyida va'da beryapsizlar bajarishga. Hop. Shuning uchun bolalar birinchi masalan men nimadir material ko'rsatayotganimda sizlar srazu nima deyayotganimni eshitmasdan, gapimni eshitmasdan birdan tashlab bering ustoz, tashlab bering deb ketmanglar-da. Birinchi tushunib turinglar, nima bo'lyapti, nima qilinyapti u yoqda o'zi. Keyin meni o'zim tashlab beraman bolalar. Qachonki bolalar nima deyayotganimni eshitmasdan, birdan gapimni eshitmasdan kommentariya to'lib ketadi. Ustoz tashlab bering deb tashlab beraman. Tashlab berish qochmaydi. Uni birinchi ichida nima yozilganini tushunish kerak. Uni keyin bajarishga commitment qilish kerak. Commitment degani o'sha qat'iyat qilish kerak, ahd shart qilish kerak. Men tashlab berdim bolalar. Xo'p, ana endi yana bitta narsa. Bugungi darsimizning ikkinchi qismi atrof muhit haqida lug'atda vocabulary. Atrof muhit, xo'sh, ifloslanish, global isish mavzularida. Agar ertagacha yodlashga va'da bersangiz, uniyam tashlab beraman. Men yana qaytaraman bolalar, bu narsalar ham umumiy hammaga beriladigan narsa emas. O'zimni darslarimda beraman xolos. Hech kimda yo'q, tarqalib ketgan narsa emas. Xo'sh. Agar siz va'da bersangiz, qunt qilaman ustoz, bo'ldi deb tashlab beraman. Hop. Qunt qiladigan bo'lsangiz. Multi-level qaysi kitob bilan tayyorlangan yaxshi? Mastermi yoki Achievermi? Atabayeva birinchi masterni tugatish kerak, keyin Achieverga o'tish kerak. Vaqtingiz kam bo'ladigan bo'lsa, srazu Achieverdan yechishni maslahat berardim. Va'da beraman, yodlaymiz. 122 kishidan, hozir mana 122 kishi kuzatib turibdi, 20 kishi va'da beryapti-da, to'g'rimi? Qolganlar boyagi javobgarlikni o'z bo'yniga olgisi kelmaydi. Komfort zonamizdan chiqqimiz kelmaydi-da, to'g'rimi? Tushunaman bolalar, tushunaman. Qilolmaydigan ishimga va'da berib nima qilaman deydiganlar ham bor. Xo'sh, qilolmasligingizni qayerdan bilasiz? Siz birinchi sinab ko'ring, balki qila olarsiz. Adashayotgan bo'lsam, adashyapsiz deylar ustoz, baribir qila olmayman deydiganlar bo'lishi mumkin-da. Okey, sizlarga ekranda ko'rinyapti hozir vocabulary. Bir bor tanishtirib o'taman. Demak, environment mavzusida, atrof muhit mavzusida eng muhim vocabularyda. Environment, atrof muhit, pollution, ifloslanish, climate change, iqlim o'zgarishi, global warming, global isish, carbon dioxide, karbonat angidrid, deforestation, o'rmonlarni kesish. Ko'pchilik deforestation so'zini bilmasgan.
recycling, qayta ishlash, sustainable development, barqaror rivojlanish. Sustainable development degani tabiatga zararingiz yetmasdan birorta zavod, fabrika qilasiz-u yoki tabiatga zararingiz yetmaydigan rivojlanish, biznes qilasiz. O'sha sustainable. Masalan, aytaylik, siz tabiatga yetmaydigan biznes qilishga qaror qildingiz. Neft va gaz yoqadigan uskunani o'rniga elektr bilan ishlaydigan uskuna ishlatyapsiz. Ecosystem, ekotizim, natural resources, tabiiy resurslar, renewable energy, qayta tiklanadigan energiya. Renewable energy degani bolalar, o'sha quyosh energiyasi qayta tiklanadi, shamol energiyasi qayta tiklanadi, suv energiyasi qayta tiklanadi. O'shalar renewable energy deyiladi. Chunki ular ishlatilib yo'q bo'lib ketsa ham, zato yana ularni yo'q joydan quyosh masalan hech qachon tugamaydi. Endi 3-4 milliard yildan keyin tugaydi-yu, umuman olganda tugamaydi-da. Uni energiyasi biz ishlatsak ham yana quyoshdan energiya olaveramiz. Shuning uchun renewable deyiladi. Neft gaz bo'lsa, u yoqiladi, bo'ldi, tugaydi. Yoqiladi, tugaydi va tugaydi. Yilchada. No new energy. Bu biyologik masalan baqani turi bor. Mingdan turi bor deydi. O'sha biyologik inshoda bo'lsa, mana shu bioxillikni ahamiyati haqida so'raladigan bo'lsa, siz yozishingiz kerak. Har bitta turni, har bitta hayvonning o'z vazifasi bor. Masalan, arilar yo'qolib ketadigan bo'lsa, gullar, o'simliklar, daraxtlar changlanmaydi. Daraxtlar, gullar, o'simliklar changlanmasa, mevalar va oziq-ovqat bo'lmaydi. Mevalar va oziq-ovqat bo'lmasa, insoniyat och qoladi deb, o'sha biodiversityni muhimligini, ahamiyatini tushuntirib ketsangiz bo'ladi ekan bolalar. Tushundingizmi? Xo'sh. Ovoz yo'q deyishibdi. Ovoz qanaqa bitta aytib boringlar. Ovoz. Bor ovoz. Sal uzilyapti deganlar bo'lyapti. Menimcha o'z notebookimni zaryad qolmaganidan bu bolalar. Zaryadga tiqib olay. Zaryadga tiqdim mana. Endi ishladi deyishibdi. Orada mikrofoni ochiqli ham, kimniki ochiq bo'lsa, u ham gapirib boshlayapti. Zaryadkaga ham tiqdim bolalar. Ozon layer, ozon qatlami, greenhouse effect, issiqxona effekti. Issiqxona effekti deganda siz parnikni tushunmang, ya'ni limonariya parnik bo'ladi-ku. Parnik insho yozishingizga to'g'ri keladi. Nimaga issiqxona effekti deyiladi, greenhouse effekti deyiladi? Sababi mana bu yer bo'lsa, yerdan moshinani chizadigan bo'lsak, shuni aytaylik, moshinani ballonlari deydigan, ballonlar. Mana shu moshinalardan chiqayotgan zararli tutunlar atmosferani qamrab oladi. Masalan, issiqxonada salafan bilan o'raladi-yu, o'sha salafan issiqlikni tutib turadi. Moshinadan chiqayotgan zaharli gazlar atmosferani xuddi o'sha salafandek o'rab oladi. Mana qalin qatlam hosil qiladi. Qalin qatlam hosil qilgandan keyin
Mana bu yerda quyoshdan nurlar taraladi to'g'rimi? Mana shu quyoshdan kelayotgan nur shunday kiradida, yer yuzasiga tushadida, yer yuzasiga tushgandan keyin u chiqib ketmoqchi bo'ladi, qaytib nur. Lekin mana bu qatlamdan o'tolmaydi, yana qaytishiga to'g'ri keladi u nur. Yana bitta nur tushadi, yana tushadi, lekin chiqib ketishga yo'l topolmaydi bechora nur, chunki qalin qatlam bor. Yana qaytib tushadi. Shuni natijasida issiqlik chiqib ketolmasligi natijasida iqlim isishi hosil bo'ladi, yuzaga keladi. Shu uchun issiqxona effekti deb ataladi bolalar. Siz shu chiqayotgan zaharli gazlarni CO2 deb aytsangiz bo'ladi. CO2 degani karbonat angidrid gazi degani bolalar. Mana bu qatlamni masalan ozon qatlami deb atasanglar bo'ladi. Ozone layer. Mana ozone layer turibdi. 14-vocabulary o'shani to'g'risiga yozyapman. Ozone layer. Ozon qatlamini yemiradi keyin o'sha zaharli gazlar bor. Mana shu uchun greenhouse effect deyiladi. Xo'sh, va bu yoqda 50 dan ortiq vocabularylarimiz mavjud. Geografiyani ham bilasizmi? Zo'r tushuntirdingiz debdilar. Da bolalar, biz institutda o'rganganmiz, universitetda. Neft-gaz universitetida o'qiganmiz, bizga juda ham yaxshi tushuntirib berganman. Sizlarga ham tushuntirib berdim bolalar. Mana shunaqa. Va bu yoqda 50 ta shunaqa vocabularylarimiz bor. Yodlab chiqsangiz inshaalloh, insho yozishingizga, o'zingizga foyda bo'ladi. Xo'sh, shu bilan bugungi darsimizga yakun yasaymiz bolalar. Darsga qatnashgan barchaga sizlarga vocabularyni tashlab berishim kerak. Va'da-ku. Vocabularyni tashlab berishim kerak. Mana sizlarga vocabulary. Xo'sh, o'ylaymanki dars manfaatli bo'la oldi. Xo'sh, kuningiz xayrli o'tsin deb darsimizga yakun yasayman bolalar. Bugungi dars videosi bor, Allohga shukr. Marafonimizda bugun 6-kuni bo'layotgan bo'lsa, Xudo xolasa sizlarga tashlab beraman videosini, конечно. Marafonimizga do'stlaringizni ham taklif qiling, shuncha narsadan qolib ketishmasin. Bu darslarimni hali hech qayerda reklama ham, bu ham qilganim yo'q. Ataylab ko'rsam ochmadim. Shu uchun maza qilib pullik kursdagi materiallardan foydalanib qolishsa bo'ladi, darslardan bor. Xo'sh, keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zinglarni asranglar. Ramazon oyi muborak bo'lsin.